بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. والشمس وضحاها Quyosh və onun nuru bilan qasamki, والقمر إذا تلاها quyoshqa agashgan chog'dagi oy bilan qasamki, والنهار إذا جلاها quyoshni oshkor qilgan kunduz bilan qasamki, والليل إذا يغشاها quyoshni yo'shirgan chog'dagi kecha bilan qasamki, والسماء وما بناها osmon bilan va uni bino qilgan zot bilan qasamki, والأرض وما طحاها zimin bilan va uni bino qilgan zot bilan qasamki, ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ruh bilan va uni chiroyli qilib yaratgan, uningga yaxshi yomonlikni bildirgan zot bilan qasamki, قد أفلح من زكاها ruhni pok qilgan odam cho'qim murodiga yetadi. وقد خاب من دساها Nafsini kufri va pisqi fujur bilan kamsitgan odam cho'qim noumid bo'ladi. كذبت ثمود بطغواها Samud haddidan oshqanlik uchun payg'ambarni inkor qildi. إذ انبعث أشقاها Ayni zamonda Samudning eng badbaxt odami mo'jiz bo'lib kelgan to'gini o'ltirishga oldirdi. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها Ularga Allohning payg'ambari, ya'ni Solih alayhissalom, Allohning to'gisiga chiqilmanglar, uni suv ichishdan to'smanglar dedi. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها Ular payg'ambarni, ya'ni Solih alayhissalomni yolg'onchi qildi, to'gini o'ltirdi. Gunohi tufaylidan Alloh ularni taltuk saloq qildi. Umumyuzlik halok qildi. ولا يخاف عقباها Allah uning, ya'ni ularni halok qilganligining oqibatidan qo'rqmaydi.